Qamataman. Qamataman. Qadrdonlarman, hozir qanaqadir do'kondaman, bu yoqda to'rsin. Nima syomka qilyapsiz? Men blogerman. Odamlar uchun nima yaxshiliklar qilyapsizlar? Bo'ldi, syomka qilmang, hozir aytaman. O'zbekistonda birinchi marta katta konditsionerlar, katta xolodilniklar oyiga atiga 99 ming so'mdan yo'lib to'lab olsangiz bo'ladi. Bu aksiya faqatgina bir kun, 4-iyul kuni Ideani barcha filiallarida bo'lib o'tadi. Zo'r gapirasiz ekan, muloyimcha tushuntirdingiz odamlarga. Menga ham o'rgating. Buni kattaligini qarang, bo'yi 176, hajmi 262 litr. Tuning xolodilligini ham oyiga 99 ming so'mdan olsangiz bo'ladi. Boshqa xolodilniklarni ham oyiga 99 ming so'mdan olsangiz bo'ladi. Bunaqa narx boshqa joydan topa olmaysiz. Premier 12 talik inverter konditsioneri ham oyiga 99 ming. 43 talik smart televizorni ham oyiga 99 ming so'mdan olsangiz bo'ladi. Samsung Galaxy A17, Redmi Note 14, Honor X6C telefonlarini ham oyiga 99 ming so'mdan olsangiz bo'ladi. Vashshi zo'r ekan. Men blogerman-da.